Esimizdan chiqmasin. Bizni birinchi beradigan savolimiz hayotda bo'ladigan ishlarga. Alloh nima deydi shu ishga? Rasuli nima deydi? Agar boshidan shu savol bilan ketib, ishda davomida tugaganda ham shu savol bizni qiziqtiradigan bo'lsa, muammo qolmaydi hayotimizda. Insonni saodatli hayot kechirishligi o'ziga bog'liq. Telefonni ko'rsatib aytar edim. Shu shapalaqdek tomonni ko'rsatib turib, mana telefon desa, mana shu telefon deb qabul qiladi. Ikkinchi odamga faqat mana tomonni ko'rsatib turib, telefon shu desa, telefon deb kichkina narsani tushunadi. Endi mana shu telefon degan buyumga qaysi tomondan qarashga bog'liq. Hali aytadi, stakanni yarmi bo'sh emas, yarmini to'ldir deb qarasangiz, xursand bo'laverasiz. O'zi yarim stakan suv. Bu hayotga siz bilan bizni qarashimizga bog'liq. Birinchi sabab, saodatli hayot kechirishlikning birinchi sababi. Fikr qil, shukr qil. Ma'nosi shuki, Alloh taolo siz bilan bizning ustimizdagi juda ko'p ne'matlari bor. Bularga qaramaymiz, bularni ko'rmaymiz, fikr qilmaymiz, shukr ham qilmaymiz, norozi bo'laveramiz. Odatda siz bilan biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Bor bo'lgan narsani ko'rmaymiz. Adashmadim. Biz o'zimizdagi yo'q narsani ilar ko'ramiz. Bor narsani ko'ra olmaymiz. Onanim yo'q, mononim kam, mononim yo'q, mononim yo'q. Ha nimalaring borligiga qaraganda, sendagi yo'q narsadan ko'ra bor narsa ko'proq. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmassizlar. Haqiqatan inson zoti o'ta zolim va juda noshukrdir. Innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika lashahid. Inson Parvardigorga nonkor, noshukur, yana o'zi guvoh bunga. Insonning sog'ligi, yurtida tinchligi, yeydigan ovqatini bor bo'lishi, kiyimini borishligi, suv, havodi borligi kichkina narsalarmi? Mana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qaysi ne'mat 2 pulga arzimas ekan. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. Wasbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib bergani ko'rmadinglarmi? Ko'zimiz ko'rayotgan ne'mat ham bor, ko'rmayotgan ne'mat ham bor. Jasadimizning ichida qancha ne'mat borligini bilamizmi? Bitta hojatga bemalol borib, bemalol